Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Brex va bugun videomizda biz YouTuberlarga kirinch savollar berib ko'ramiz. Birinchi YouTuberimiz Nehuzbek. Bir kun Ronaldo postida nima qilasiz deb savol bersam, atletmas stiker tashladilar. Ikkinchi YouTuberimiz Brad Mainboy. Kimlar bir kunga alishgan bo'lardingiz deb savol bersam, 5-sinfda yoshligim bilan deb javob berdi. Shumidi? Xolos. Yana qo'shimcha savol bermaysizmi dedi. Keyin men aytdimki, bir qo'shuv uni qushga qo'ysa nechi desam, javob kallasi yo'q baliqning bolasi it baliq bo'larkan katta bir deb javob berdilar. Keyin YouTuberimiz Neker va ularga aytdimki, Neker sizga kirinch savollar berish uchun nima qilish kerak desam, shunchaki ideya olish kerak dedi. Like va obunani bosib qo'ying va keyingi YouTuberimiz yana YouTuberimiz dizaynerimiz Isakov. Boshqa narsalar bo'yicha dizayn qila olasizmi? Misol PUBG bo'yicha deb savol bersam, hozircha faqat shu Minecraft deb javob aytdilar. Shu package ko'rgan bo'lsanglar hammaga rahmat va ko'rishguncha.